Demak, bugun sizlar bilan parolni, ya'ni kompyuterimizda parolni unutib qo'ysak, bu kompyuterni qanday qilib ochishni o'rganamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda kompyuterni yoqqaningizda o'ng tomon pastki burchakda o'chirish tugmasi bor. Shu o'chirish tugmasini bosamiz va bu yerdan перезагрузкani bosishdan oldin Shift tugmasini bosib turamiz. Qo'l yormasdan Shift tugmasini bosib turgan holatda перезагрузка qilish kerak bo'ladi. Bu biroz vaqt oladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerdan поиск и устарение degan qismini tanlashimiz kerak bo'ladi. Va bu yerdan дополнительный parametr qismini tanlab olamiz. Ochilgan oynadan командная строка degan qismini tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu qismda odatda kompyuter uchun kodlar yoziladigan qismi. Bu yerga quyidagi buyruqlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu oynadan C va 2 nuqta qo'yib Enterni bosamiz. Keyingi buyrug'imiz CD Windows buyrug'i bo'ladi. Enterni bosamiz. Undan keyingi buyrug'imiz CD System 32 buyrug'i bo'ladi. Enter. Undan keyingisi men utilmen.exe utilmen1.exe va enter. Bundan keyingi buyrug'imiz len cmd.exe utilmen.exe va enter tugmasini bosamiz. Bu buyruqlarni kiritib bo'lgach, bu qismdan chiqib ketsak ham bo'ladi. Va продолжить tugmasini bosamiz. Kompyuterimiz qayta yondi. Yongandan so'ng qo'shimcha imkoniyatlar специальный возможности bo'limini tanlaymiz. Ochilgan oynaga bo'lsa Control User Password 2 buyrug'ini kiritamiz. Demak, ko'rib turganingizdek oyna ochildi. Bu yerdan Smenit parol degan tugmani tanlashimiz kerak. Va yangi parol kiritishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun 54 parolni. Va 2 marta takroran kiritamiz. OK tugmasini bosamiz va yana OK tugmasini bosib bu qismdan chiqib ketishimiz mumkin. Ana endi yangi parolni kiritib kompyuterni ochib olishimiz mumkin bo'ladi.